Gaza blok, pena blok ishlab chiqarish uskunalari qabristoni desa ham bo'laveradi mana. Bu yerda juda ko'plab miqdorda bunaqa gaza blok, pena blok uskunalari yasaladi mana. O'zbekiston bo'ylab gaza blok, pena blok uskunalarini olib borib quyishlar o'rgatib ishga tushirib beramiz. Bizning komplektimizda o'zi nimalar bo'ladi deganlar uchun hozir sizlarga komplektlarimizni obzor qilib o'taman. Komplektimizda $1,500 boshlanadi. $1,500 manaqa qolipidan 2 dona gaza blok, qolipidan 2 dona mana 12 taligidan ikkitasida 24 ta. Kuniga 2 marta aylantirsa ham 48 ta chiqadi. Endi u g'ishni aralash uchun manaqa universal reskasi. Xohlasanglar 10 lik, xohlasanglar 20 lik, xohlasanglar 30 lik kessa bo'ladigan manaqa arralari bilan o'zini manaqa mishalkasi. Mishalka ham hozir bu endi 220 ga ishlaydigan qilingan, xohlasanglar 220, xohlasanglar 380 da ishlaydigan qilib beriladi. Endi manaqa suv yo'nkisi pastda 1 tonnalik, tepada 110 litrlik shablon, manaqa suv datchik, tent hamma yo'q bilan qilingan montaj holatda bo'ladi. Bu $1,500. Endi masalan 2,500, 3,000, 4,000, 5,000, 10,000 liylari ham bor. Masalan avtomat reska liniyalik qilib ber deganlar uchun relslik qilib shu o'rnatib beramiz. U suv yo'nqislari ham xohlasangiz 2 tonnalik, xohlasangiz 3 tonnalik, ichida pechkali, umuman liboy assortimentidan qilib berilaveradi. Gaza blogga tayyor kessa bo'ladigan, kesilgan holatda chiqadigan manaqa yotiq variantdagi qolipli variantlarimiz ham bor. Manaqa mini, mishalkalik, umuman zakazga qarab aytilgan turdan qilib berilaveradi. Mana mishalkalar ham ko'ryapsizlar bu yerda ko'plab miqdorda. Gaza blok o'zi nimalardan chiqadi deganlar uchun sement, qum, alyuminiy pudra, kauchukli soda va issiq suvdan chiqadi. Ko'ryapsizlar. Bu yerda mana zakazga qarab hozir pena blok uskunasini 7 ta qolip bilan akalar zakaz qilgan. Hozir qo'shimcha qoliplar qilishgan. Hozir faoliyatlar tegyapti. Endi hozir shular yuklanyapti. Endi bu yerda pena blok uskunalari. Mana pena blok uskunasini hamma assortimentlardan bor. Manaqa xonalar bo'lish uchun yarim pergrodga mana 5 ta 12 30 60, 3 ta 60 20 30. Xohlasanglar manaqa 12 30 60 dan 10 talik varianti. Yevro bular. Xohlasanglar manaqa abishnisi mana bu ham 10 talik bo'ladi. Buni ham abishning ham yarim pergrodga latok tumbalar mana cheklanmagan miqdorda. Mana ko'ryapsizlar, bu yerda har xil assortimentlar. Endi komplekt tanishtiradigan bo'lsam, komplektimizda abishni komplektdan tanishtiraman. 3 ta 60 20 30 razmerda lazerniyda kesilgan magnitogorskiy listdan bo'lgan qolipdan 3 dona bo'ladi. 60 20 30 chiqadi. Rezbalik, ishonchli bo'ladi. Bunaqa rastvor bochka, 100 talik kapron gaz balonidan tayyorlangan pena generator, kompressor, mikser, ichida pulsator, shlanka hammasi korobka holatda. Bonusiga kolonna listi, latok listi, salkam mingta pena blok yetadigan penalar. Buni narxi $700 joyida, $750 vodiy bo'ylab, $800 O'zbekiston bo'ylab. Endi bunda bir qator bo'lsa, belida bunda 2 qator sal usulinli qilingan varianti. Bunda ham 3 ta qolipi, rastvor bochkasi, kompressor, mikser, pulsator, shlankalari, pena generator, bonusiga latok listi, kolonna listi, salkam mingta pena blok yetadigan penalari. $730 joyida, $780 vodiy bo'ylab, $830 O'zbekiston bo'ylab. Endi bu yerda yevro komplektimiz. Yevro deyilishiga sabab nargilarni ko'ryapsizlar, belida bir qator bo'lsa, bunda manaqasiga tikkasiga 7 qator profili, taglarida ham shunaqa 7 qator profili bor. Oshiq-moshiqlar qo'yilgan, usuliy qilingan qoliplardan 3 dona bo'ladi. Va bunaqa rastvor bochkasi, pena generator, kompressor, mana pulsator, shlanka, hamma narsasi. Kolonna listi, latok listi, salkam mingta pena blok ketadigan penalari. Buni narxi $800 joyida, $850 vodiy bo'lib, $900 O'zbekiston bo'ylab. Ko'ryapsizlar mana. Bu ham xuddi shu yevro komplektimiz, rangi mokri qilingan. Endi manaqa turbalik vaqtida $1,500, $1,300 sotilganini hozir aksiya qilib $900 joyida, $950 vodiy bo'lib
$1000 O'zbekiston bo'ylab. Bunda mana teshiklik, 100 lik teshiklik, xohlasangiz 76 lik Lego variantda bo'ladi. Bir-biriga svyazka bo'ladigan holatda mana rastor g'ishni urib qo'yasiz, tepadan quyib qo'ysa, uriladigan variantda. Bu qolipdan 3 dona rastor bochkasi, pena generator, kompressor, mikser, penasi latoglisda bo'ladi. Shu latog ham ichi teshikli holatda chiqadi. Endi mana bunaqa Lego variantimiz. Lego variant ham qolgan komplektlardagi kompressor, mikser, pulsator shunday latog tumba hamma narsasi bor. Qolip mana shu yevro qolipda Legoli varianti. Buni narxi hozirgi kunda aksiyada $850 joyda $900 vodiy bo'lib, $950 O'zbekiston bo'ylab. Endi 10 taradigan bochka kerak deganlar uchun mana bu 10 taradigan bochkalar ko'ryapsizlar. Bir kishi ishlasa bo'ladigan zinali qilingan. Pena generatorlari ham mana har xil turlari bor. Zakazga qilib berilaveradi. G'isht tashish uchun aravalar. Mana uskunlar bu yerda optim qilinadi. Asosiy foydalanishlarga beriladi. Narxlar o'ta arzon narxlarda. Kimga gaza blok, pena blok uskunlari kerak bo'lsa, ekranimizdagi raqamlarga aloqaga chiqarasizlar. O'zbekiston bo'ylab olib borib, quyishlar o'rgatib, mahsulotlar qayerdan olish, qanaqa tayyorlanish, qancha foyda qilish, hamma asrorlar o'rgatiladi. Kanalimizga a'zo bo'lib, like bosishni unutmang.